Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz a'zolari. Xitoydan taomlarni iliq ushlab turadigan vitrinalarimiz yetib keldi. Bu suxoy, ya'ni somsa, shunga o'xshagan quruq mahsulotlar uchun bulochkalar, somsalar, shunga o'xshagan quruq taomlarga ko'rgazma vitrinalarimiz yetib keldi. O'zingiz xohlagan graduslarda ushlab turishingiz mumkin. Mana bu ko'rib turganingiz mana eshiklari ham, oynaklar oldidan ham, orqadan ham ochiladi. 220 da ishlaydi. Mana shu 66 santimetrligi bahosi $280. 90 santimetrligi bahosi $320. 120 ligi mana ko'rishingiz mumkin. Chiroqlari ham bor mana. Yoqib ko'rsatishimiz ham mumkin. Bunisi $420. Mana orqa ko'rinishlari, o'chirib yoqish graduslari 80 gradusgacha ekan. Ichida yoritgichlar bilan jihozlangan. Kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.